Quyosh aytar ekan, ey Alloh, men shu bandalaringni yuziga, basharasiga qaragim kelmayaptidir ekan. Alloh biladi va so'raydi. O'zi biladi nimagaligini. Nimagadir ekan. Sani buyruqlaringni qilmasdan, qaytariqlaringdan qaytmay yurgan, bir-birini qonini to'kib, bir-birini aldab yurgan bandalaringni yuzini ko'rgim kelmayaptidir ekan. Shunda Alloh buyurar ekan. Men aytgan muddatgacha chiqasan, yoritasan, isitasan, mevalarni pishirib berasan, xizmatingni qildir ekan. Yer aytar ekan, ey Alloh, meni ustimda bir-birini qonini to'kyapti bular. Meni ustimda bular bir-birini aldab savdo qilyapti. Meni ustimda bular zino qilyapti, qumor o'ynayapti, aldayapti, yolg'on gapiryapti. Men bularni ko'tarmaymandir ekan.